Tish milki nima uchun og'riydi? Milk bu tishlar orasini to'ldirib turadigan va dentingga mahkam yopishib turadigan to'qima hisoblanadi. Og'rish sabablari: og'iz bo'shlig'i gigiyenasiga to'g'ri rioya qilmaslik, ayrim turdagi dorilarni ko'p qabul qilish, mexanik jarohatlar, organizmga oziq moddalar yetarli miqdorda bo'lmaganda, chekish hamda boshqa somatik tish kasalliklarida uni davolash. Stomatolog ko'rigidan so'ng keltirib chiqargan sabablarga ko'ra davo muolajalari olinadi. Milk og'riganda tavsiya: milk og'riganda yallig'lanishga qarshi moychechak hamda mavrak o'simlikdan damlama tayyorlab, bir kunda 2-3 marta og'izni chayqash kerak. 2 choy qoshiq 3% vodorod peroksid eritmasini 1 stakan suvga solib, og'iz bo'shlig'ini 2-3 marta chayqash tavsiya etiladi.